Assalomu alaykum hammaga. Bugun ustaxonamizda Mers Vito mashinasi. Buni katalizatorlarni hozir yechib tozalagan berib. Bilmaganlar uchun albatta bilganlar bu motorlar qanaqaligini biladi. O'sha katalizatorni yechib olish o'ta qiyin ekan. Motorda holatini ko'rib turibsizlar, ancha narsa yechildi, yurishtirlari вообще o'zga dunyo. Yili 2015 ekan. Turishlarni voshli bilan bagati Aprilga o'xshaydi. Saloni ama unaqangi allan bo'lmas ekan. Salonlar oddiy. Motori lekin voshli boshqa narsa ekan. Ko'rmaganlar uchun layfhack. Agar qiziqqanlar bo'lsa, katalizatori ko'proq shu katalizatorida muammo bo'lib qolar ekan bularda. Yechib qo'yilish jarayonini tashlab boramiz, xudo xolasa, keyin videoda tashlaymiz.